qalamni tashlab, alamni qo'lga olmoq. Bu moy qalam faqat yaxshi emaskan. Voy, aka, xatolashding. Sen yangi qalamni tashlavatding. Shundoqmi? Bilmabdiman. Men texisini benchavni do'rab, qalamni tashlab, alamni qo'lga oldigan o'xshaydi debdiman. Nim deding? Oldirmay deysan-chu. Ay, tushunmabsan-da. Bu degan bir idiom. Sana so'zlab beray, bo'lamdi. Miladi 62-yili Bencavning oilasi nomrod bo'lganlikdan u amaldorlarning xat putuklarini ko'chirib berib, uydagilarni boqatdi. Ko'chiray, to'xtamay ko'chiray. Bo'ldi, qisaqcha. Seni putuk chiqqanligingni hammaylar biladi. Men bir butun surak er bo'lgandan keyin jangohda bo'lishim kerak-ku. Putukchilikdagi mushundaq arzimas ishlar bilan umrimni zoya qilsam, qandoq bo'ladi? Aka, qiziq qolmagansan? Hey, nodon aqlning ulug'ligini bilmas debdikan. Men senga o'xshamayman. Men degan ko'ngliga ulug'vor orzularni pukkan odamman. Aka, nimadan da'vatsan? Ajab, tushuniksiz bir nimalarni deb ketding-ku. Men o'z orzuyim bilan yashayman. Xo'sh, aman bo'l. O'ltirayli. Birini qo'ymay qirib o'tayli. Hammamizni o'ldirib o'tayli. Voy animay, ben çok kelibadi tez qochayli. Jangohda dushmanni o'ltirgandagi holat intayin muhim. Faqat g'alaba qilishga ishonchimiz bo'lsa-la, u chaqda g'alaba hamon bizning bo'ladi. Alilari, men g'arbiy yurtga elchi bo'lib boraymikin deyman. Rastavatamsiz? Bu mening yurak so'zim. G'arbiy yurtdagi har qaysi beyliklar bilan birlashib, qo'llarga o'rtaq taqobil tursaqmikin deyman. Sizlarcha bo'ladimi? Chiroyingizdan jasoratligingiz ham farosatli ekanligingiz chiqibli turdi. Ko'pchilikning umidini yerda qo'ymag'ideksiz. Men sizga 10 general qo'shib beray. Ular sizga yordamlashsin. Vallahi intayin vahshi ham nihoyat qarniyat. Ular zaminimizga tajovuz qilmoqchi bo'lyapti. Ko'pchilik qaltiq bo'lmasa tish to'nglaydi. Biz o'rtaq birlashib, ularga butun kuchimiz bilan taqobil turishimiz kerak. Deganlari o'rinliq shundoq. Ularni yo'qlab birlashishni qo'llaylik. Oradan 31 yil o'tib ketdi. Benchav g'arbiy yurtda parosati va jasoratiga tayinib turli xiyim xatarni yengdi. U chegara rayonlarning bexatarligi va o'ttiri tizamlik bilan g'arbiy yurtdagi allarning do'stona bodi keltirish uchun ko'rnalik to'yib qo'shdi. Benchov jasorati va farosati bilan ularni yo'qotishda cho'ng xizmat ko'rsatganligi uchun baglik unvoni berildi. Yarliq tamom. Bu qalamni tashlab, alamni qo'lga elish degan hikoya bo'lib, buningda adiblarningmi qalamni tashlab, qo'liga qurol elib, jangga otlanganligidek mazmun so'zlangan. Shunga biz Benchovdan o'rganib, ulug'vor g'oya tiklab, o'z g'oyamizni amalga oshirish uchun tirishimiz kerak. Askar bo'lish nima degan haybatlik. Mening buniga havasim kelyapti. Hay, menmi qalamni tashlab, alamni qo'lga olsam bo'lamdi qandoq?